Amir Temurning yuksalishida yahudiylarning o'rni bormi? Bugun bu haqida gaplashamiz. Yahudiy tarixchi Mixail Shtrenshiz Timurlang va yahudiylar kitobida quyidagilarni zikr qiladi. Amir Temur bilan yahudiylar o'rtasidagi munosabat juda ham iliq bo'lgan. Ayniqsa yahudiylar Amir Temur davriga kelib oltin davrlarni kechirdilar. Shunday bir oltin davr bo'ldiki, yahudiylar Amir Temur davriga kelib O'rta Osiyoda keng ko'payishni boshlashdi va Amir Temur davrida yahudiylar 2 barobar ko'payib ketdi O'rta Osiyoda. Va o'z navbatida Amir Temur yahudiylar uchun forslar bilan bo'lgan jangda Iroqdagi Doniyor payg'ambarini bu yerga, ya'ni Samarqandga yahudiylar uchun olib kelganligini ham zikr qilib o'tadi. Hozir Samarqandda Doniyor payg'ambari qabri bor, chunki Doniyor payg'ambar yahudiylar uchun muqaddas payg'ambar edi. Shu sababli ham yahudiylar Amir Temurdan iltimos qilishgan va Amir Temur buni yo'q deb rad qilmagan. Va o'z navbatda Amir Temur aynan o'zi Istanbul bilan bo'lgan munosabatlarda, elchiliklarda Isak nomli bir yahudi elchidan foydalanganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Ya'ni xristianlar bilan bo'lgan munosabatda Amir Temur yahudiydan foydalangan, ya'ni yahudiylardan foydalangan. Umumiy olganda Amir Temur davri bu yahudiylar uchun oltin asr hisoblanadi.